Ota-onaning yana bir burchi farzand uchun azizlar mehr berish. Farzandlarimizni yaxshi ko'rishligimiz kerak. Bolajonlik bu sunnat akalar. Bolajon tabiat bo'lish bu sunnat. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni namozda sajdada juda uzoq qolib ketdilar. İmomatchiliklarida namozdan keyin sahobalar yo Rasululloh, namozda sizga bir vahiy nozil bo'ldimi? Juda ham sajdada uzoq qoldingiz deb so'rashganda Sarvar koinot aytdilarki, sajdadagi holimda ikki nabiram Hasan va Husayn kelib yelkamga minib olishibdi. Shu ikki go'dakni o'yini buzilmasin, ko'ngillari sinmasin deb toki o'ynab yelkamdan tushib ketgunlariga qadar boshimni ko'tarmay turdim dedilar. Ikki bolani o'yini uchun, ko'ngli uchun namozini to'xtatib turdilar, kechiktirib turdilar. Mana bu bolajonlik.